xotiningizga sal e'tiborliroq bo'lsangiz, sezardingiz. Uzr xotin aka. Endi e'tiborliroq bo'laman-da. Ey xudoyim-ey, shu gapni qayerdan o'rgangansiz? Qo'ysangchi, o'zingga ham yoqib tushdi-yu. Kechamda yoqqani yo'q. Ha, bo'pti, xo'p, qayerga boramiz? Uyga bora qolaylik. Nega uyga? Boya qornim ochlayotganding. Fikrimdan qaytdim. Yaxshisi, bugun sizga o'zim chiroyli qilib tasdiqni taom tayyorlab beraman. Hop. Nima? Shu paytgacha ovqatni haligi oqsoch qilayotganmidi? Yo'q, doim o'zim qilaman-ku. Lekin bugun boshqacharoq tayyorlamoqchiman. Mehr qo'shib. Shunaqami? Ha. Ayting, nima ovqat qilib beray? O'ylab ko'raychi. Kamron, kechki ovqatga nima buyurtma qilamiz? Men qayerdan bilay, og'ayni? Sen ham qolsang bo'lardi yoki nima? Ketasanmi? Men ketishim kerak. Mayli, o'zing bilasan.